Bugun yo'lishimizning eng muhim kuni. Shunga shu vlogni tartish orqali bir xotir qoldirib qo'ydim desam bo'ldi. Ya'ni 3-oyning 17-kuni yo'lishimizning to'y qilganiga 5 yil bo'lgan xotir kunimiz. Mushu 5 yil jarayonida nurg'ulgan issiq sovuqlarni boshdan o'tkazgan bo'ldik. Eng muhimi suyumlik o'g'limiz barbod bo'libdi desak bo'ldi ekan. Atgan g'ulja kiriblam, uni buni qilg'acham tushib ketdi. Biz kirib o'g'chilam tushibdi. Shundan men avval qo'zg'an to'yg'iz elib anankin bizayilib bizag'i mondiq. Mushu men qo'zqamni ba vaqtida badolishimda bir qaydam bizayilib shundoq bir oldirtib meni jil qilayotgan shundan keyin ham yo'ldosh bilan hargiz bizayilmayman deb aytgandim. Bugun bir aylanib baqdiq, lekin bugun nihoyatim sabr qildingmi? Kirmagan So'd sarayimiz qamidi desek bo'ldi kiyim deganni olimizda bir arliqdan mashqisi qechib yo'q chiqsaq qarsak miyaga chiqib paranga tushibdi. Olgan kiyimimiz ap bo'lgandan keyin mau do'stim Atlas So'd sarayga Veneraniki maxsus etish do'koni ochgan deymizmi? Azroq bir olgan mollarim batdi. Gutraliga dihni ag'achikda deb misha kirgandim. Shu Veneraniki kirim buyumlar kerak bo'lib qolsa, hozirgi qizlar bevoslar mishaga basanlar bo'ldi. Naqmal pajimu anankin bu do'stim chek tatilgan bilet izbergan deb pastga tushib ya ta'limimizni sinab boqdik. Yo'lishimni ta'lim kelsam, bunun tatsa ta'lim yo'q ekan. Mening ta'lim kelib mana Mau çeynikten birisi çıkıptı yiğitlikka bugungi 5 yıllık to'y xotiri kunimizda muborakligan bir so'g'atiq desek bo'ldi. Shu o'ylab baqsaq tatiqtirim ammabdiq shuning bilan tatiqtirim olaylik deb bu tatiqtirmalga kirsak odam degan shunchalik jiqkan. Bu yerdan tatiqtirimni ag'am bo'pdiq. Qo'limizda bo'p so'pi degan to'shib ketdi. Balamizga kiymabdiq, o'zimizga opdiq, chiqib kerak narsani hammani opdiq. Shuna qilib bo'ldi ham deb tinchchang'i berib mashina bilan mayildab mengib hamma narsani to'shqizib savatgandan keyin yana bir qo'saqni to'yg'iz etib uy ichikdaylik deb arasga qilsak 3 oshxonaga kirdik. 2 oshxonaga kirib u yerda yenib chiqdik. 3-siga mandiq hozir. Yo'lda mang'aj miyada mana saypiyot tatbaqaylik deb qilgandik. Amma ben talakamay qoldi. Hech narsa chiqmadi. Shuning bilan pachaq yeb chiqdaylik deb miyada pachaq yeyapmiz. Moshiksi bir silqi joshqanning bir nimasi bor, birsi semiz pakat joshqan, birsi o'rqaga joshqan naqlishilar deb bo'libdi. Shuna qilib bugungi bozor ilishimizni tugatib, yurtimizga qaytgan bo'ldik. Bugun kunimiz shunchaki ahamiyatli, go'zal bo'lgan bir kun bo'ldi. Hammalarningki 5 yil, 10 yil, 15 yil, 30 yil umrlarini oxirigacha bilib o'tishinglarni umid qilaman.